Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bizning kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib o'tganlar, ko'rishlari mumkin. Mana bunday abratgal samovarimiz Quvasoy shahri Quva tumaniga yetib keldi. Hoji bobolarimiz Pandiyan qishlog'i Avazigani uyidasiz. Mana hoji bobolarimiz samovarimizni tekshirib olishdi, qaynashlariga do'r. Ishonishmagan ekan boshida 20 minutda qaynatadi deb. Xudo xolasa samovarimiz 17 minutda hozir qish kunida qaynatib o'tkazishni boshladi. 21 minutda 15 litr suvda qaynatib o'tkazib bo'ldi sirazi. Mana shu abratgal samovarimiz. Mana qaynatib turibdi mana. Uji to'lib qoldi. Yo'q, balki ham zapas turadigan joyi. Hojiba samovar ma'qulmi? Xudo xolasa. Rahmat. 17 minutda qaynashni boshlagan bo'lsa, mana 25 minut 28 minutda chaynayda choy damlaydigan tartibda suyunib turibmiz. Mana qo'limizda O'zbekiston pullari. Rozi qilgani. Biz rozimiz. Shunday yigitlar mana shu narsalarni ixtiro qilib xalqqa manfaat teggan. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Yashang hoji, rahmat. Xudo xolasa barakasini bersin. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, ko'rib ketishlari mumkin biz uyimizdan yaqin oradagilar, quvaliklar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz berasizlar. Pandiyan qishlog'i, Quvaroyon Pandiyan qishlog'i 7-uyda. Mana qaynayapti hozir soat 8 dan 26 minut o'tdi, choy damlayapmiz. Kelinglar, birga choy ichamiz. Xudo xolasa yashang, rahmat hoji bobo. Bemalol zakaz beraverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Kommentariyaga o'z fikr va izohlaringizni yozib qoldirasiz degan umidamiz. Bittadan mo'shta like taymizlar. Barchalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.